Korrupsiya har qanday jamiyat, har qanday soha rivojiga to'siq bo'ladigan illat hisoblanib, unga qo'l urgan shaxs qonunlarni turli yo'llar bilan aylanib o'tish orqali o'z manfaatlarini ko'zlab ish tutadi. Shu sababdan bugun mamlakatimizda ushbu illatga qarshi kurashish ustuvor vazifalardan etib belgilangan. Urganch tumani hokimligida korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Unda prokuratura organlari, Chapqirg'oq Amudaryo irrigatsiya tizimlari, Havza boshqarmasi, qishloq va suv xo'jaligi tizim tashkilotlari xodimlari ishtirok etdi. Korrupsiya bu mansab mavqeidan shaxsiy maqsadlarda foydalanish bilan bog'liq bo'lgan jinoyat turi hisoblanadi. Oddiy xalq orasida korrupsiya deganda ko'pincha davlat amaldorlarining shaxsiy boylik orttirish hamda davlat, jumladan xalq manfaatlari va resurslariga ziyon yetkazish maqsadidagi poraxo'rligi tushuniladi. Tadbirda so'zga chiqqanlar korrupsiyaga qarshi kurashish, manfaatlar to'qnashuvi, ularning oldini olish haqida so'z yuritdi. Yig'ilishda korrupsiya jamiyatni yemiruvchi illat ekanligi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy rivojlanishga, demokratiya asoslarga va qonun ustuvorligiga to'sqinlik qilishi, jinoiy oqibatlari aniq misollar bilan tushuntirildi. Qayd etish kerak, 2024-yilda suv xo'jaligi sohasida 2023-yilga nisbatan korrupsiyaga oid jinoyatlar kamaygan, biroq umuman yo'qolmagan. O'tgan yili viloyatimizda ushbu holat bilan bog'liq 4 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Korrupsiyani oldini olish bo'yicha ko'plab tadbirlarni amalga oshirmoqdamiz. Ko'rgazmali seminarlar o'tkazyapmiz hozir. Bizlar ham hozir suv xo'jaligi, Chapqirg'oq Amudaryo irrigatsiya tizimlari Havza boshqarmasini veb-saytlaridan botlar yaratganmiz. Kimda agarda suv xo'jaligi sohasi bo'yicha korrupsiya xavf-xatarlar bo'yicha anonim savollarni berish uchun murojaatlar bo'lsa, shu botdan foydalansa bo'ladi. 2024-yilda suv xo'jaligida 4 holat bo'yicha korrupsiyaviy xavf-xatarlar bo'yicha 4 nafar xodim jinoiy javobgarlikka tortildi. Endilikda bu salbiy holatlarni oldini olish uchun profilaktik tadbirlar keng ko'lamda olib borilmoqda. Bugungi kunda xalqaro jamoatchilikning korrupsiyaga qarshi faoliyati, O'zbekistonda korrupsiyaning oldini olish, sodir etilgan jinoyatlarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar, qonunda belgilangan javobgarlik turlari to'g'risida ham ma'lumotlar berildi. Yig'ilish yakunida suv xo'jaligida korrupsiyaga o'rin yo'q ekanligi, uni korrupsiyadan xoli sohaga aylantirish zarurligi qat'iy ta'kidlandi.